Vaalaykum assalom. Rahmat, salom qilaysan? Assalom. Yaxshimisan? Voy, assalom. Rahmat. Voy, hidlarini birinchi chiroyli gul bo'lmasami? Assalomu alaykum. Zur sizni kuttirib qo'ydik. Ming bor zo'r. Yo'q. Buketimiz dastamizga yoqdimi? Ketyaptimi? Zo'r. Dastamizda. Ayniqsa hidlari hech qayerda yo'q ekan menimcha bugun. Bu dastada siz pishiradigan taom yashiringan. Ha, yo'q-e? Ahamiyat bergan bo'lsangiz. Qolganini oshxonada gaplashamiz. Marhamat. Xudo qiynaltmasmi? Aytgancha tomoshabinlar bilan so'rashmabmiz-ku. So'rashaylik. Navot telekanalida Mening oshxonam dasturi va bugungi ko'rsatuvimizning ishtirokchisi qalbi ham, husni ham go'zal Zarina Yo'ldosheva. Assalomu alaykum barchaga. Endi bugun meni qo'limdan ovqat yeb ko'rasizlar. Albatta. Boshlayishim kerakmi? Tamam. Va mening yordamchim Soraxon. Assalom. Marhamat, biroz suhbat qilamiz, keyin oshxonaga o'tamiz. Va ketdik. Xush kelibsiz, Zarinaxon. Choy, qahva nima ikrom qilay sizga? Choy bersalar yaxshi bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Choy olib keling, iltimos. Qani choyimiz? Tamam, savol berib turing. Zarinaxon, san'atga kirib kelishingiz juda ham kutilmagan bo'lgan. Bu omadmi yoki tasodifmi? Ham omad, ham tasodif deb o'ylayman, chunki o'sha birinchi klipga chiqishimdan oldin o'sha Yulduz Usmonovani klipida qishda yomg'ir yog'ishi kerak bo'lgan. Bilasiz, qishda yomg'ir yog'maydi. Pojarni anaqa bilan sun'iy yomg'ir berishadi. Ha, o'zi bilsangiz agar. O'shanda aktrisa o'sha rolni klipga kelgan payti bilib qolgan, shunaqa rol o'ynash kerakligini. Keyin aktrisa men qishda bunaqa rol o'ynolmayman, uzr kechirasizlar. Qaysi aktrisaligini aytolmaysiz? Bilmayman. Menga aytishmagan qaysi aktrisaligini. Keyin o'ynamayman deb ketgan deyishgan menga. Keyin kechqurun soat 1dami, 2dami o'sha Yulduz opani yonida ishlaydigan ishchilarini, bolalarni esiga men tushib qolganman. Chunki undan oldin biz Yulduz Usmonovani konsertiga chiqqanmiz. Biz hamma bilan tanishib bo'lganmiz, birga 3 oy ishlaganmiz, hamma bir-birini zo'r taniydi. Raqs sohasida ishlaganimiz uchun ularning esiga men kelib qolganman. 40 ta qiz ichidan esiga men kelib qolganman-da. Menga telefon qilishgan, "Mana shunaqa klip bor, tez kelishing kerak." Voy, men umuman kliplarga chiqa olmayman. Umuman men qo'limdan kelmaydi. Raqs o'yna deb aytinglar, hozir o'ynab beraman deganman. Yo'q deydi, sen klipga chiqib berishing. Voy, yo'q, chiqa olmayman deganman. Uyimni bilishardi, o'sha grimyorlarimiz kelib, kechqurun 2da meni uyimdan kiyimlarimni olib chiqib ketishganman. Yo'q desangiz ham. Yo'q desam ham, yo'q, sen chiqmasang bo'lmaydi, chunki bizga hozir qiz kerak, sen tushib bera qol deyishgan. Men tushib berganman. Qiynalmaganman. Umuman o'zi kichkina rolik bo'lgan. Yomg'irda prosta sevishganlar aylanib berish kerak bo'lgan, bo'ldi. Sovqatmagansiz, qiynalmagansiz? Sovqatganman, bir hafta bolnitsada yotganman, kasal bo'lib qolganman. Tasvirga olish jarayonidan keyin qishda-da ustimizda kiyim, yomg'ir, qo'l sovuq, shuncha baribir harakat qilganmiz, choy ichganmiz, baribir alishtirganmiz, baribir sovqatib kasal bo'lganmiz. O'sha rolim bo'lgan, birinchi rolim. Qarang, yaxshi ham o'sha klipga o'ynagan ekansiz. Hozir afsuslanmaysizmi? Yo'q, afsuslanmayman. Hozirgacha o'tirsak, qayerdadir eslab qolsam, yaxshi ham siz meni o'sha yerda klipga olib chiqqansiz, deyman. Kimdir demak sababchi bo'ldi, shu san'atga kirib kelishingizga. Sababchi bo'lishgan. Shu undan keyin yana biz davlat tadbirlariga chiqardik. U yoqda ham yosh ashulachilar davlat tadbirlarida jonli ashula etishganda bir ikkita ashulachilar meni klipimga tushib bering. Men repetitsiyada raqsda ro'mol o'rab yurardim-da, sochim uzun edi, yig'ishga qiynalganimda ro'mol o'rirdim. Chiqib bering, siz rosa o'zbekcha yuz, sizniki chiroyli ekan yuzingiz deb yana bir ikkita kliplarga chiqishgan. Shu bilan kliplarga chiqib shunaqa qilib aktrisa bo'lib ketganman. Birinchi klipim 2018-yil olingan, o'sha 2018-yildan. Qaysi qo'shiqqa klip edi? Yulduz Usmonovani Men seni sevaman degan klipiga kichkinagina rolikka chiqqan. Ko'ramiz. Men seni sevaman. Men seni sevaman. Seni men sevaman. Bahar guliday. Men seni sevaman. Men seni sevaman.
zarbasini kulib yenggan bu kuchli qalb, murg'ak qalb kuchini qayerdan oladi? Kuchni shu singlim, ukam, yaqinlarimdan olaman faqat. Ular uchun mana shu ishlashlarim ham, shu topgan hamma narsam faqat ularniki, ular uchun faqat ishlayman, ular uchun faqat yashayman. Ularning borligi sizga kuch beradi. Ularning borligi menga kuch beradi va ular yaxshi yashashi uchun, yaxshi sharoitda yashashlari uchun men yana harakat qilishdan to'xtamayman. Zarinaxon, qalbingiz, ruhingiz tez ulg'ayganda, lekin o'sha bolalikning beg'uborligi yonayotgan o'sha ko'zlaringizda, nigohlaringizda mujassam. Sizga aytishganmi buni hech? Ko'pchilik aytadi, haligacha aytadi, xarakterim ham haligacha yosh bolacha. Tez xafa bo'lib qolaman, tez yig'layman, ko'tara olmayman. Buvim meni mana 25 yosh bo'lsam, haligacha erkaklayman. Faqat meni boladek erkalab o'tadi. Singlimmi, ukam emasda, meni ko'proq erkalaydilar. Nimagadir bu hali ham yosh bolaligimcha qolganman. Balki shu 12 yoshdan keyin yaqinlarimdan tez ayrilganim uchunmi ko'proq meni esimda. Endi ular kichik singlim bilan ukam yosh bo'lgan, ular esla olishmaydi-da. Ammo 12 yoshimda hamma narsani eslayman-ku. Ko'p men xafa bo'lganim uchun, mazam bo'lmay, kasal bo'lganim uchun haligacha meni erkalashaveradi. O'shaning uchun men ham katta bo'lgim kelmaydi. Erkalanaveraman, yarashaveradi, erkalanavering. Singil va ukaning mas'uliyatini o'z bo'yniga olish bu jasorat. Buni uddasidan chiqishingiz esa hammaga o'rnak va ibrat bo'ladi. Bo'ldi, charchadim degan paytlaringiz hech bo'lganmi? Endi bu hamma narsada bo'ladi. Katta ish qilganingizda ham charchab qolasiz, ruhiy tomonlama ham ko'p o'ylaganingizda bo'ldi, charchadim deysizda. Lekin baribir o'sha narsaga men yetishmagunimcha nimadir o'ylasam, nimadir qilish xohlasam, ichimda o'sha narsaga erishmagunimcha men charchadim demayman. Boraman, o'sha narsani qilamanki, Xudoga shukr deyman. Endi mana bu uka, singillarni mas'uliyati ham bir alohida mas'uliyat-da, bu ishdan tashqari oiladagi mas'uliyat. Yo'q, aytmoqchiman, mana masalan, men haligacha turmush qurmaganman, 25 yoshman, lekin bizning oilada 19 yoshgacha allaqachon turmushga chiqib ketishadi. Bitta men 25 yosh, bitta men qolganman. Qolgan hamma jiyanlarim, o'zimiz singlim hammani uzatganmiz. Men buvim уже 19-18 yoshimda sovchi kelganda buvim davay erga tegamiz deganlarda men hamma qarindoshlarim o'tirgan aytganman, men qachon singlimni uzataman, qachon ukamga bitta Toshkentdan uyoq beraman, ana o'shandan keyin erga tegaman. Ungacha menga sovchilar kelsa ham etmanglar, gapirmanglar deganman. O'sha narsani men maqsad qilganman, chunki otam yo'q, onam yo'q. Men erga tegib ketsam, men o'zimni bolam, o'zimni oilam bilan ketaman. Men ularga qarolmayman. Shu narsani bilganman, sezganman. O'shaning uchun yo'q, men birinchi bularni joylashtiraman. Ko'nglim xotirjam bo'ladi. Ana undan keyin o'zim oila quraman deganman. Ana endi tushundim. Turmushga chiqmayotganingiz sababini endi tushundim. Endi demak, oldingizda katta buyuk maqsadlar bor ekan. Va birinchi maqsadim qilib bo'ldim. 2019 singlim 19 yoshida 2023 singlimni uzatdim. Hozir farzandi bor, 1 yoshli. Endi xudo xolasa ukamga ham uy oldim. Endi bitadi. Demak, turmushga chiqishga tayyorsiz. Tayyor. Vaqti kelibdi, azizlar, bo'shashmaymiz yigitlar. Otni qamchilaylar. Mana shunday go'zal qizimiz hamma maqsadlariga erishib bo'ptilar. Endi atrofingizdagi do'stlaringizning qadri yoki o'rni qay darajada siz uchun? Men atrofimdagi o'rtoqlarimni hammasini hurmat qilaman. O'zim hech kim bilan anaqaga urushmayman, yomon taraflama hech kim bilan yomon gaplashmayman. O'zi men haqimda yomon gapirsa ham, men haqimda noto'g'ri ma'lumot yetib borsa ham, men o'sha narsani bilsam, mana o'rtog'im siz men bilan o'tiribsiz. Siz men haqimda yomon gapirgansiz kimgadir. Men shu narsani bilaman. Lekin shunda ham yaxshi gapiraman o'sha odamga. Bila turib. Bila turib. Chunki hammaning o'zining fikri bor. Baribir o'zingizni yaxshi tomoningizni ko'rsatganingiz bilan ham, o'zingizni maqtaganingiz bilan ham baribir foydasi yo'q. Odam o'zini o'ylaganicha yashaydi. Shuning uchun men hammani birdek hurmat qilib, yaxshi gaplashib, yaxshi muomala qilib ketaman. Yaqin do'stingiz bormi? Dugonangizmi? Bor, lekin hech kimga to'liq dardimni aytmayman baribir. Allohdan boshqa hech qanaqa yaqin do'stim yo'q. Doim atrofingizda yaxshi insonlar bo'lsin. Endi oshxonaga yo'l olsak. Ketdik.
Zarinaxon Kamtarona oshxonamizga xush kelibsiz. Rahmat. Sizga yordamchingizni tanishtiraman. Qanaqa zo'r yordamchi sizga beryapmiz. Restoranning bosh oshpazi, Midday restoranining bosh oshpazi Ashrafbek. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zarinaxon bizning taniqli, unli o'yinchimiz, aktrisamiz Çok memnun oldum. Kursal oldum tanışkanıma. va Hoş geldiniz. kichik assistentimizni O da bizim tanishtiraman. küçük asistanımız. Bugün bize asistanlık yapacak. Sara. Soraxon Değil mi? yordam Birlikte beradilar. çalışacağız. Xo'p, guldastalardan payqagan bo'lsangiz kerak, qanaqa taom tayyorlashimizni. U guldastalarni nima qilamiz? Suvga solib qo'yamizmi yoki ishlatamizmi? Ishlataylik. Ishlataylik. Bo'ldi. Bunday bo'lsa, mana guldastalardagi masalliqlarni olib kelib qo'ydim. rahmat. Bugun menyumizning taomini Ashrafbek tanlab berdilar. Ashrafbek, o'zingiz tushuntiring. Qiyin ovqat. Bugün karnı yarık yapacağız. Hem öğrenesiniz, judayam zo'r. Qarni Ben yarib, de. ya'ni qornini yorib, ichiga qiyma solib, duxovkada pishirasiz. Baqlajonni qornini yorib. Boshqasi deb o'ylamang. Qorni yoribsizmi? Qo'y qorni yoramizmi deb. Yo'q, baqlajonni ular mana shunaqa atama bilan atashadi. Shu qarni yoriq degani qorni yorilgan baqlajonni ichiga masala qo'yib pishiriladi. To'g'rimi? Şurada şeyim paçkada, fırında pişirilecek. Bo'ldi. Ishni nimadan boshlaymiz, Şimdi Ashrafbek? kıymamızdan başlayalım o zaman. Mana marhamat, Zarinaxon. Bu. Bugun va'da Bitta siz piyaz. ham pishirmaysiz, faqat o'rganasiz va ozgina yordam berib tursangiz yetarli. Xo'p. Soraxonga ham ish qolsin, ha? Ha, Sora? Sorani ko'zi katta bo'lib ketdi. O'zi yordam berishga keldilar-ku. Qachon men ham shunaqa oshpaz bo'lar ekanman, a? Boshga tushgan ko'z ko'radi, turmushga chiqsangiz, Yo'q. albatta o'rganasiz. Tokat olur. To'g'rimi? Sizga shogirdlikka kelaman, turmushga chiqayotganimda. Tamam, tamam. Mana O'rgatasiz. Öğretemem. Sözmü? Tamam avukatı Sözmü? söz. Mana va'da berdilar, qarang. Zarinaxon kliplarda ishtirokingizni ko'rganmiz. Qaysi klipmeyker bilan ishlash yoqadi sizga? Shu haqida ham gapirib bering. Men hech qachon odam ajratmayman. Hamma bilan zo'r kelishaman. Hech kim bilan urushib ham qolmaganman, hech kim bilan teskari ham bo'lib qolmaganman. O'shaning uchun hamma bilan birdek ishlash yoqadi menga. Yo, endi professionalizm tarafdan qaraydigan bo'lsak, qaysi klipmeykerlar bilan ishlash oson yoki shu maza qilib ishlaysiz? O'zi seriallardan ko'ra kliplarda professionallik ko'proq bo'ladi. Bilasiz, chunki klip bir kunlik bo'ladi, uni zo'r qilib olib chiqish kerak bo'ladi. O'shaning uchun hamma klipmeykerlar men uchun zo'r. Hammani o'ziga yarasha ishi zo'r. Yoqadi hammasi ishi menga. Shuning uchun ko'p rejissyorlar bilan ishlayman. Kliplarda ko'pchilik yosh rejissyorlar bilan ham ishlaganman. To'g'ri, bir ikkita xatosi bo'lganda bunaqa deb tushuntirganman. Lekin o'zimizning o'sha Shuhrat aka, Yodgor aka, Sunnat akalar bilan ko'p ishlaganman. Ular zo'r rejissyor. Zarina Yo'ldosheva agar aktrisa bo'lmaganda qaysi kasb egasi bo'lardi? Doktor bo'lardim. Qaysi yo'nalishda? Medsestra bo'lardim yoki sesda ishlardim. Chunki onam o'zlari sesda ishlaganlar oldin. Kim kasal bo'lib qolsa, onam ukol qilardi qo'shnilarimizga. Meni olib chiqib o'rgatardilar. Mahalgacha uyimizda kim kasal bo'lsa, o'zim ukol qilaman, o'zim qarayman. Hali qirralar ko'p ekan Zarinaxonni. Buvimlarga ham mazalari bo'lmasa o'zim ukol qilaman, sinimmi mazasi bo'lmasa o'zim ukol qilaman. Doktorlikdan ozgina anaqam bor. Xabarim bor, o'rganganman. Ukol qilishlarni venaga, hamma joyga ukol qilishni bilaman. Shuning uchun buvim xohlaganlar meni medsestra bo'lishimni, keyin men raqs yo'nalishiga ketib qolganman. Siz hali o'zi raqqosaman. Serialga kirib kelishingizdan oldin raqqosa, xoreografiyada o'qiganman. Xoreografik uchilishida o'qiganman. Shuning uchun qomatingiz shunaqa go'zal ekanda. Undan keyin o'sha aktrisalikka sekin-sekin o'tib ketganman. Chaqirishgan, shu bilan kliplarga chiqib, raqsni ozgina hozir yig'ishtirib qo'yganman. Nimaga yig'ishtirib qo'ydingiz? Endi orada syomkalarimiz, seriallarimiz ko'payib ketdi, vaqtimiz yo'q edi, chunki faqat serialga qarashimiz kerak bo'lgan. O'shaning uchun raqsni ozgina yig'ishtirib turishimga to'g'ri kelganda, shundan keyin ozgina yig'ishtirib qo'yganman. Hozir endi yana davom ettirmoqchiman. Kino olami raqsdan ustun bo'lib o'tib ketdi, to'g'rimi? Yo'q. To'yingizga ko'proq yaqin bo'ldi. Ha, ko'proq yaqin bo'ldi va nima deydi, biz o'zimiz ishlagan ansamblimiz yopilib ketgani uchun men qaytib beginalar bilan boshqa ansambl bilan ishlagim kelmadi.
ustozim raqs sohasini yig'ishtirganlar uchun boshqa anaqaga borgim kelmadi. Boshqa xoreografga Borgim kelmadi. Shu bilan yig'ishtirganimda aktrisalik yo'nalishiga ozgina kirib qoldim. Shu bilan faqat shu bilan qolib ketdim. Xush kelibsiz kino olamiga. Qo'shnilardan nimaga bir xabar olib qo'yaylik. Men o'zim qaraymi yoki? Bizi unuttunuz. Yo'q, unutmadim. Ashrab bering ozgina qizchas. Keling Zaynab. O'rgansizlar. Manmi? He? Yo'q, bormasam bo'ldi. Yo'q, yanmasınız. Nima qilay buni? Halledeştik. Даже hatto kapkir ushlashni ham bilmaydi-ku bu qiz. O'ta. Nima qiladi deb o'tiribdi? Siz menimce Xo'p. Men sizga bir yilga shogirdlikka kelishimga bir kunlik bo'lmaydi. Ha, nima qilish kerak? Qani davom etamiz. endi halledeştik. Aralashmayapti. Quyib qoladi hozir. Ovqat umuman qilmaysizmi uyda? Umuman qilmayman. Nima yeysizlar uyda? O'shaning uchun ozg'in deb ovqat qilib yemaydi. Yo'q, uyda ovqat qilishadi, ovqat qiladiganlar bor, men qilmayman. Albatta hazillashyapti. Ani buvimga ham, "Buvi choy damlab kelsa, yo'q, sen bormagin, faqat iltimos" deydilar. Nima qiladi? Ishga qilib kelasizmi bor boshqalarga? Nimadir yoqib, nimadir qilib kelmagin sen yana deydilar-da. Ana. Hozir qiymani qovurib, hamma sabzavotlarni qovurib, yoqib ketyapti. Men shu paytchi bitta nonni shundoq botirib yesangiz zo'r bo'ladi. Qorningiz ochmi deyman deb. Böyle buradan. Oy, asalim. Nima qilay? O'zim bu o'z aralashtiryapti. Mendan zo'r aralashtiryapti. Baqlajonlarni yoqda qovurib keldilar hozir. İçiga hozir mana bu qiyma, pishgan qiymani solamiz. Ashrabbek o'zlari ko'rsatib beradilar. Pomidorları sar. Oh. Hop. Ana yana bitta. Asistanım zor lekin. Zo'rmi, yoqdimi? He, yaktı. Bo'ldi, o'rgatasiz. Zarinaxon, ko'p qizlarimiz oq otdagi shahzodasini kutib yashashadi. Siz aqlli, teran fikrlaydigan qizsiz. Bu borada fikringiz qalay? Hamma qizlardek men ham kutaman desam. To'g'ri. Men ham oq otdagi shahzodam kutaman. Mayli oq otda kelmasinlar, mayli oq mashinada kelmasinlar. Shundoq kelib meni olib ketsinlar. Shu ovqatni pishirish o'rganganingizdan boshlab ko'rasiz. Mana shu ko'rsatuvdan keyin aniq shahzodangiz keladi. Bo'ldi, mana siz uchun o'rganganman ovqat qilish. Endi ham kelmasangiz bo'lmaydi. Taomimiz nima gap bu yoqda? Hidi zo'r chiqyapti. Tayyor. Tayyormi? Bo'ldi, mana patlijonlar ham tayyor. Endi patlıcanları Qizartib alalım. keldim, qovurib keldim. Men o'z qo'llarimni o'ynatib. Çerçevelediniz mi? Charchadim-da. O'rganish. Mana birinchi dars sizga bugun master-klass. O'rgandim, pomidor, qiyma, bolgarskiy keyin nima Piyoz ham bormidi? Piyoz, qovurdingiz. Ana. Buni qarang, men shunday qilib yedim yoki buni kesib Yok, bunu kesip koklasanız kolunuz bilen alıp hot dog gibi yeni Hot dog yiyebilirsiniz. yiyor. Sandviç. Lekin yakadı. Baklıcan yakadı mı sizce? Baqlajon unchalik emas. Endi yoqib qoladi, hozir aniq. yoqib qoladi men uchun chunki Endi şunu yeseniz Mana shu qizim, mana shu baklıcan hem kichkinasiga yakadı. solsa shu. Tamam, şu ah, qiziq. bu Sol, seninki. o'sha yerga Sora. Özününkine özün sağ. Oh. men sizlarga ham. Zarina bir, siz ham yordam bering. Urishib berma faqat. Bo'ldi. Yana bitta. Bitti yine. Aa. Bo'ldimi? Ana, endi buni Endi onları alıp bu yoqqa. Qizini zo'ra. Bay. Zarinaxon. Uncha pazanda ekansiz. Qo'lim shunaqa shirinmi, mani? Shunaqa chiroyli hozir taom tayyorladingiz. Uncha molodesman. Umuman gaplashib turman. Men gaplashtirman. Siz faqat ish qildingiz. To'g'ri. Hozir yeb ko'rasan, yaxshi chiqdimi ovqatim, yo'qmi bahosini berasan, xo'p? endi şundan üstüne şöyle Aha. Pomidorlarni terar ekanmiz. Oo, Zarinaxon. Ana endi buni nima qilamiz, Ashrabbek? endi sosunu verip keyin Ustiga? peşkeye. Voy, buni qarang, appetitni. Oy, boy. Bu ne güzellik deydi-ku turklar.
Zarina juda omadingiz bordi. Qarang Ha. faqat noan'anaviy. Shunaqa ovqat qildim mazali men. ovqat. Uncha zo'rsiz. Endi bu kechki. Ha, Pan- pechkaga hozir duxovkaga tiqamiz. Zarinaxon, siz mana kliplarda suratga tushasiz. O'sha suratga tushgan aktrisalar ham hozir qo'shiq aytyapti. Sizda ham qo'shiq aytish niyatingiz yo'qmi? Voy yo'q. Nega? Bitta man qoldim o'zi ashula aytmagan. Voy man aytmay qo'ya qolay. Unda raqsga tushasiz. Men faqat raqsga tushib beraman. Hozir hattoki to'ylarga anaqa boshlovchilikka ham chaqirishyapti. Men yo'q. Bu meni soham emas. Men faqat aktrisaman. Men ashulachi ham emasman, vedushi ham emasman. Men faqat aktrisa, raqqosaman. Ana bo'lmasam. Taomimiz ham pishib qopti. Ana keldi. Evet. Yemeğimiz hazır. Ana. Böyle. Ko'rinishini qaranglar. Yeb ko'rsam maylimi? Vau. Sora, eng zo'r salatni sen qilibsan, Salim. Qo'ling dard ko'rmasa, hozir maza qilib yeymiz-a? Tarelkalar olamiz endi. Qani salatni? Men birinchi Sorani salatidan tatib ko'rmoqchiman. Soraxon juda chiroyli chiqdi-yu. Assistentlik yaxshi ketyapti. Mani qo'lim zalatoyda. Siz nima oshpaz bo'lish xohlaysizmi? Katta bo'lsangiz kim bo'lmoqchisiz? Oshpaz. Ketdik bo'lmasam. Unday bo'lsa, Keling, o'zim sizlarga solib beray. ko'ramiz. Hech bo'lmasa solib berarsiz endi bugun. Dağıtmadan dur. Yardım vereyim mi sizge? Yo'q ya, abi, yo'q. Şöyle alıp. Oy. Yordam bermasalar bo'lmas ekan. Shuni ham sololmaysanmi? Alayop. Ana. Hop. Va, mana soldim lekin nimadir qilib bo'lsa ham. Qiyin ekan-da. Baqlajonni qiyin ekan solish. Pishgandan keyin yumshab qoladi. Yo'q, pishgandan keyin sira ko'ringlar. yumshab qolar ekanda, o'shaning uchun solish qiyin bo'lar ekan. Ana. Abini qarang, bir pasda. Abi, endi bular endi uyalama. Uni yoqib qo'yib, Yiyip. endi bitta yeb ko'ramiz. Mana pichoq bilan ko'ring siz ham. Siz yeng. Bu salatni kim pishirdi? Kim tayyorladi? Men. Oo, ko'rinishi juda ham chiroyli. Çok güzel salata yiyip yapmış. ko'rsam bo'ladimi? Tebrikliyim. Koluna sağlık Sara. Zarinaxon tatyaptilar. Qornlari ochib ketibdi. Ma, Hali yoqdimi? sen bitta yeb ko'r. Bitta yeb ko'r. O'zimniki deyman. Bo'pti, bitta yeb ko'r. Qalay bo'pti? Zo'rmi? Yoqdimi? Ana. Men salatingdan yeb ko'rayman endi. Oling, mana qoshiq Beraman. Ha, bo'pti, solib ber. Mana shu. O'zlari tayyorladilar. Endi Soraxon. Öyle. Bu ko'p shart emas lekin. Mayli, bu salatingning oti nima? Shuni Ashrabek, aytmading. o'zingiz ham tatib ko'ring. Salatingning oti nima? Achchut desa bo'ladi. Desa bo'ladi, o'zi unaqa emas-a? Bu salatning oti Sora. Sora zo'r ekan. Pomidor. Avtorskiy, mualliflik salati. Menga yoqdi. Yoqdimi? O'zi aslida Rahmat. ishtirokchi Ayb bo'lsin. tayyorlagan taomga biz baho berishimiz kerak. Bugun istisno bundan. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Juda ham shirin ovqat Yaktı mı bo'ldi. rastın? Men albatta 1 yilga shogirdlikka kelaman sizga. Tutamam. Bundan kim baklıcan yakadı sizge bence. Yoqadi, ha? U yeb Yoqib ko'rdim, qoldi. yoqib qoldi, ha. Bizni Ben oshpazimiz tartib ha ko'p qirrali, serqirra oshpaz, ham zo'r taom tayyorlaydi va juda ham chiroyli ovozlari bor. Dasturimiz mobaynida O'rtada- doim Ashlaydi, men qo'shiq o'ynab beraman. Ana. Aa, oynasız mı? Aytaman onda. Ana, ketdik unday bo'lsa. Qo'shiqni Ashrabek va raqsida Zarinaxon Zarina yo'ldoshi Hanım. bor. Tamam, bekleyin bir minut. Bakayım. Hangisi söylesen? Tayyorgarlik qaranglar, Boşluk, tayyorgarlik. suluk. Professionalizm shunaqa bo'ladi. Başlayınız. Erik dalı gevrektir, erik dalı gevrektir. Amanın basmaya gelmez, haydi basmaya gelmez. Eller oynasın, eller diller kaynasın diller. Eller ne derse desinler, o güzel diller yesinler. Amanın oynasın, eller diller kaynasın diller. Eller ne derse desinler, o dillerini yesinler. Amanım. Bravo, bravo. Sizga ham bravo. Judayam chiroyli raqsga tushasiz. Menimcha sizga ko'proq raqsga tushish ko'proq yarashadi. Yo'q, rahmat. Aktrisalik ham yarashadi, lekin raqsga tushish juda ham yarashadi. Ofarin.
Ovozlari mana shunaqa chiroyli. Ma'rifatingiz ko'p. Qo'shiq ham bor menimcha. Yo'q, qo'shiq yo'q. Yo'q, unga da'vogar Ovqat emas. tayyorlash bor. O'rganaman sizdan. O'rgatamiz sizga. Sora, bugungi ko'rsatuvimiz senga yoqdimi? Menga juda yoqdi bu ko'rsatuv. Nimasi bilan yoqdi? Chunki muvaffaqiyat qildim. Xursandman, assistentlikka sizni oldilar. Endi har doim kelasan. Kelasanmi qolgan ko'rsatuvlarimizga? Bo'ldi. Demak, aziz tomoshabinlar, ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Zarinaxon, ishtirok etganingiz uchun sizga tashakkur. Ashrafbekga ham katta rahmat aytamiz mazali taomlar uchun. Sizga ham rahmat, meni taklif qilganingiz uchun. Sizni bahonangizda men ham shunaqa ovqat qilishni o'rganib oldim. Ashrafbekga rahmat. Bular bilan tanishdim. Bular menga 1 yillik ustoz bo'ladilar. Endi ovqat qilishni men ham o'rganaman. Xudo xohlasa. Men ham mazza qilib ishladim bugun birinchisi. Rahmat. Sizga tanishganimdan xursandman. Men ham tanishganimdan xursandman. Ovqat qildik. Yoqdi umarim sizga. Yoqdi menga juda ham zo'r ekan. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Osh bo'lsin. Ashrafbek, shuncha mijozlaringizdan vaqt ajratib bizni dasturimizda ishtirok etib berganingiz uchun sizga katta rahmat. Xursand bo'ldim. Men sizga ham rahmat. Karni yarik turk taomi uchun kerakli masalliqlar: 6 dona baqlajon, 1-2 dona piyoz, 2-3 dona pomidor, 1 donadan qizil va ko'k bulg'ori qalampiri, o'simlik yog'i, 1 osh qoshiq tomat pastasi, ko'katlardan petrushka, tabga ko'ra tuz va ziravorlar solinadi.